Barchaga assalomu alaykum. Madin Avto kanalim obunachilari. O'tgan safar qaysi mashinani obzor qilay desam, ko'pchilik Unity degan modelimizni tanlabdi. Bugun sizlar bilan Chang'an Unity modelini to'liqroq obzorini qilamiz. Videoni albatta oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ying. Ushbu avtomobilimizda 1.5 turbina dvigatel, 180 ot kuchi. Avtomobilimiz shahar ichiga 7 litr, 8 litr rasxod qiladi. Salonimizni ko'rsatamiz bir qator. Avtomobilimiz juda ham noodatiy, chiroyli dizaynda ishlangan. Полностью panoramalar bo'ladi. Avtomobilimizda adaptivniy kruiz kontrol, oddiy kruiz kontrol, polоса удержания, слепой zonalari bor. Diskalari ham 20 razmerda bo'ladi. Avtomobilimizning eng zo'r funksiyasi avtomobilimizda avtoparkovka bor va kaliti orqali oldiga orqaga qilib upravlять qilsalar bo'ladi. Bu ham juda ham plus. Keyin plus tomoni juda ham noodatiy dizaynda ishlangan. Bu kabi avtomobilni boshqa brendlarda uchratmaysizlar, ya'ni ko'chada aynan sizlar ajralib turasizlar. Bitta orqalarini ham ko'rsatamiz avtomobilda. Avtomobilimizning ne только oldi qismi, orqa qismi ham juda ham chiroyli dizaynda ishlangan. Bagajlar elektronniy bo'ladi. 420 litr hajmga ega. Avtomobilimiz yana plus tomoni hozir ko'ramiz. Bu полностью panorama bo'ladi. Lyuksiz polli panorama, ya'ni kechqurun mazza qilib tomosha qilib ketasizlar osmonda. Avtomobilimiz o'rindiqlari isiydi va elektronniy bo'ladi. Elektropривод, ya'ni o'zingizlarga moslab bemalol upravлять qilsanglar bo'laveradi. Ha, aytgancha avtomobilimizda 360 gradus kameradan tashqari zavodskoy video registratorlari ham bor. Qaysi funksiyalarga yoqqanligini kommentariyada plus qoldirib yozib qo'ysanglar bo'ladi.